alaykum. Bütün dünyadaki Şarkı Türkistanlı qarindoshlar. Ben bugün vatanimizda yapılan Xitoy kommunist tajovuzlarining irqiy qirg'inchilik ustida guvohlik bermoqchiman. Qisqacha o'zim tanishtirib o'tsam, mening ismim Ömer Memmet. 1988 yili Sharqiy Turkistonning Aqsu shahar Aykul yezda 19 5 guruhda tug'ilib o'sdim. Xitoy kommunist tajovuzlari vatanimizda bizlarni her türlü bana sebepler bilen kontrol ostiga elishi hem ailem bilen normal turmuşmu keçirilib qo'ymag'anligi her tarafdan bizlarni siqishtirganlik uchun 2014 8 ayning 28 kuni Turkiyaga keldim. Turkiyaga kelgandan ta hozirgacha 4 yil mobaynida ailem bilen, urug' tuqqanlarim bilen ya internet, ya telefon, ya boshqa xabarlash uskunalarida ailem bilen hiç ko'risholmadim. Mening uyimda apam ve 3 akam var. Apamning ismi Fatih Mehmet. Apam bu yil 70 yoshga kirdi. Apamninki tan salomati yaxshi emasdi. Apamninki hozir turmada ya yig'ilish o'rinda ya hayotmi ya o'lib ketdimi hech xabarini ololmadim. Cho'ng akamning ismi Aziz Mehmet. 3 balası var. Çoğun ismi Nurali Aziz, İshaq Aziz, Bayşem Aziz. Bularning mu turmada ya yig'ilish o'rinda ekanligiga hech xabari yo'q. İkinci akam Enver Mehmet. Onun mu turmada ya yig'ilish o'rinda ekanligiga xabari yo'q. Üçüncü akam Juman Mehmet. Onun mu ya turmada ya yig'ilish o'rinda ekanligi xabari yo'q. Başka urug' tuqqanlarim, qulun qo'shnilarimning hala xabari yo'q. Shuning uchun men o'z oilamga sahip chiqishni yaxshi ko'rdim. Bütün dünyadagi Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimning o'zining oilasiga sahip chiqishni umid qilaman.